Voy, Asado nima deyapti bu? Chiqmayapti-ku. Chiqisi kelmaydi. Ustidan Voy, Zafar aka sochilib ketyapti-yu bu qozondan chiqmasdan. Voy, pishganda aka pishgan bu. Hoppa. Gap yo'q lekin. O'zi nuqul go'sht ustiga kelib qolmas Zafar aka. Nuqul kesam shu asada suzayotgan bo'lyapti, bor. Siz o'zi oxirgi payt faqat go'sht sotyapmiz. Go'sht ko'payib qo'yapmiz deyman-da. Narginasi 6 kishilik edi, Zafar aka bu 4 kishilik bo'lyapti. Bu 4 kishilik bu. Ozgina qo'shamiz bunda. Pichoq ham shart emas, o'zi dishdiga kapkilda kesib olib qo'shib ko'raman. O'zi kapkir ham shart emas, o'zi kesilib ketayotgan ekan bu. Voy, go'zal bo'ladi-da, nima bo'lardi, Imronim? Ketdik. Zafar aka, bu bitta qozonmi bor yo'g'i? Yo'q. Nimaga? Bizda bitta qozon bo'lmaydi hech qachon. Bu nima bu? Yexe. Bu pishayotgan asado, biqqillab pishyapti bu. Ikkita qozon ekan-da unda. Yo'q. Kadr uzmaymiz, ketdik. Yana ko'rsataman. Bu ham asado. Gap yo'q lekin. Ha, buni kelib ukrasheniya qilamiz. Qochib turchi ham. Mana, dishdiga bu yoqda pishayotgani ham bor. Oho. Og'a qatdan joy topsangiz asadon tiqsiz o'sha yoqqa. Yo'q, joy yetmayapti. Bo'sh qozon qolsa asadon to'ldirayotgan ekansizda. U yoqda joy yetmay qolyapti-da. Barakasini bersin aka. Ha, ketdik, ukrasheniya qilaylik. Men bularga aytgan kartoshkani maydaroq qilgin deb, katta qilib qo'yadi bular. Zafar aka o'tgan safar free berdik. Bularga bunaqa kartoshka zakasi tushganda hozir. Aka spets zakasi bu. Kartoshkani shu qozonga olib kartoshkasidan pishirib bering degan mana. Ha. Bir xil ko'rib shuni ham unga bunaqa degan fikrga boradi-da, o'sha ataylab so'rayapman-da hozir. Bu so'rasin qilib beramiz. Ha, free yoki shu xohlagan kartoshkasi. Mijoz mehmon nima xohlasa, ko'ngli nima tutsa shu. Zo'r. Buni aka men hozir ustiga soladigan yana narsalarim bor. Videoga tushib qolsa bo'laveradimi ular? Mana shu patentlab qo'yaman degan narsam. Bugun povullar kuni ekan, buni povullar biladi. Nimaligini. Kunjut bering, kunjut. Ta'dil joyi. Ta'dil bo'lib ketdimi? Ha, bo'pti, mana pomidor ham qo'yamiz. O'zi 5 pomidor yeydigan go'sht bo'ldi bu. Jigar tortuv. Qaldirg'och oilaviy restoranida go'shtga go'sht qo'shib yeydigan mehmonlar kelgan dedim-ku boya. Ana ikkinchi ovqati. Boya 4 ta asarti olgan. Misli asart. Ikkinchisiga qalay bu go'sht. Mashalloh. Bu 4 kishilik, bu 6 kishilik, 10 kishiga shuncha go'sht. Qaldirg'och oilaviy restoranida kutamiz sizlarni.